Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Xo'p, bizda sapoylarimiz yangi keldi. Tepasi zamish, pasti terili. Padojlari poliuretan, ko'rishlaring mumkin. Oldi ko'rinishlari ham juda chiroyli. Ko'rishlaring mumkin. Juda go'zal. Bir tomoni zamoylik, kiygani qulay. Kostyumalari ham yaxshi. Padojlari ham yengil. Oyoqqa juda o'rnashimli. Odatda davlat ishida ishlaydiganlarga tavsiya qilinadi bu oyoq kiyimlar. Bir marta o'sha ertalabda kiyib, kechgacha kiysa ham yuraveradigan oyoq kiyimlar sirasiga kiradi. Hurmatli obunachilar, bizga undan tashqari ancha assortimentlar kelgan. Bir qator ulardan yana birini tanishtirib o'tamiz. Xo'p. Ikki tomonida zamoyi bor. Padojlari Eva padoj, tekis padojdan bu. Har qanday misol yoshga ham, yosh kattaga ham bemalol tushadigan oyoq kiyim. Padojlari baquvvat, yumshoq padojdan foydalanilgan, yorilish ehtimollari juda kam bo'lgan padojlar sirasiga kiradi. Xo'p, narxiga kelsak, ikkala oyoq kiyimimiz ham narxi 255 ming so'm. Kastasi juda chiroyli. Bundan tashqari assortimentlar juda serob. Bemalol kelishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar, like bosinglar.